Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabı dersimizin bugünkü devamıda Hazretleri hem de Şam namazındaki vakti hakkında toxtalyapti. Asr münasebetli hadisler tükendikten hem de Şam namazındaki vakti kaçan degende toxtalyapti da. Lekin bu vaqtda hem de ulamalarniki so'zini tuvandagi Ata ibn Abi Rabah'niki so'zini dalil qilib bu kishi degan dedi. Kesel odam Şam namazı bilan xutbam namoz orasida jug'lisi bo'ladi degan dedi. Hamda bu namozni jug'lab o'qish asosan ko'pincha musofirga ma'ruf. Musofirlarning namozni jug'lab o'qiydiganligi haqida asosan birdaglikka ega. Lekin hamda bu yerda nimaninki kasalninki juplab o'qishi haqida Ata ibn Abi Rabah degan zot katta ulamo bu kishi ayni vaqtdagi tobiinlardan sanaldi. Bu kishi buni durust deb qaragan. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi hamda bu kishiniki so'zini dalil eklashda buning e'tiroz bildirmaganligida balki moyilliqi bo'lish ehtimoli yaqin. Hamda bu 559-numurli hadisda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bizga Muhammad ibn Mihran hadis so'zlab bergan edi dedi. Muhammad ibn Mihran İmam Bukharining ustozi Abu Ja'far al-Razi nomi bilan mashhur kunyasi, lekin Muhammad ibn Mihran bu odamniki ismi. Bu ayni vaqtdagi donglik muhaddislarniki biri. Ulamalar ne aytdilar hadislari keng odam edi degan yoki tushunish keng bo'lishi mumkin. Ondan boshqa masalan Rostjel deyishlar birga Xurosondagi o'z davrida yashagan donglik 3 muhaddisning, 3 ustozning biri şu Muhammed ibn Mihran degan. Biri Qutayba, biri Ali ibn Hajar. İbn Hibban rahmetullahi aleyhi bu adamni ishonchlik adam, Yahya ibn Ma'in chataq yo'q degandek mazmunlarni bayon qilgan. Bu kishi İsa ibn Yunus, ibn Ali, Valid ibn Muslim, Abdurrazzaq qatorliq o'z davridagi donglik muhaddislarni o'qigan. Shogirdlari İmam Bukhari, İmam Muslim, Abu Davud, Abu Zur'at ar-Razi qatorliq va shu buyuklar bu kishiniki shogird bo'ladi. Shogird bo'ladi. 238-yillar atrofida o'lib ketgan Hafiz Siqa nomiga mashhur erishgan buyuklarniki biri. Hamda hadis ilmi qo'shgan tuhfalar qatorida Sahih Muslimda 16 dona, Sahih Buxoriyda 3 dona, Abu Davudda 2 dona hadisi bayon qilinib o'tgan. Bu buyukniki hamda. Ana mushizat deydi. Bizga Valid hadis so'zlab bergan. Bu endi Valid kim o? Bu ravining tarjimali o'tmagan. Valid ibn Muslim al-Qurayshi nomi bilan mashhur. Bani Umayya ozodkardisi degan. Shomning olimi, ko'p hadis biladigan ishonchlik odam degan. Bu Shomniki ayni vaqtdagi ulamolar ichida Shomliklardan eng ko'p hadis rivoyat qilgan odam shu Valid. Shu Valid ibn Muslim degan odam. Şuna buningdan aqlli odamni ko'rmadim deguvchilar bo'lgan o'z zamonida. Hatto hamda shu Ali ibn Madini donglik muhaddislarning biri İmam Buxoriy kabi. Shomliklarning ichida bunday odamni ko'rmadim deb ta'riflagan. Demak, bu kishi o'z davrida buyuk naytli katta solihlarniki biri deyishga bo'ldi undaqda. Bu buyukniki o'lib ketgan vaqti 194, 95, 96-yillar deyilgan shu oraliqda 119-yili tug'ilgan hijriyaniki. O'lib ketgan o'rni Makka deyilgan. Vallohu a'lam. Undan boshqa masalan bu odamniki ustozlari naytli ko'p. Masalan Imom Malik ibn Anas ustoz bo'ladi masalanchu. Undan boshqa masalan shogirdlar ichida donglik shogirdlar hamda Muhammad ibn Mihran hozirga bayon qilgan. Shu buyuk bu kishiniki shogirdi bo'ladi undan boshqa. Abdullah ibn Yusuf deyilgan jiq shogirdlar bo'lgan bu kishiniki. Undan boshqa masalan
Hadis ilmi qo'shgan tuhflar qatorida Abu Davudda 72 dona, Nasai'de 54 dona, Sahih Muslim'de 40 dona, Buxariyda 34 dona, Tirmizida 34 dona hadis bayon qilgan. Biz faqat endi shu raviylarning tarjimalarini asos qilgan vaqtida bizga ma'ruf bo'lgan shu 6 sahih kitobdagi hadis ma'lumotlarini ko'r deb ma'lum. Demak, bu buyukningmi hadis ilmi qo'shgan tuhfasini aytdi zo'r hamda. Bu odam dedi bizga Avzoiy hadis so'zlab bergan edi dedi. Avzoiy ta'riflashga muhtoj emas. Boshda tarjimali o'tgan bu kishiniki. Chunki bu Avzoiydan rivoyat qilgan bu Validning hadislari bek ishonchli deb tanilgan hadis ulamolarining nazarida. Chunki Avzoiy bu nihoyatda katta muhaddislarniki biri o'z vaqtidagi. Şolaşqa şu Avzoiydan bayon qilgan hadislari bek ishonchli deb tanilgachqa, Avzoiyni nihoyat katta Shayxul Islom deb tanishga bo'ladi. Chunki Şamniki eng zohidi, eng taqvosi, eng katta shu davrdagi ulimosi Avzoiydir. Tug'an yurtlari bugungi Libnon, bugungi Suriya, Dimashq, Basra qatorliq shaharlarda makonlashgan. Bu odamning tarjimali boshda o'tgan. Şuna bu adamın hadisleri ayeti köp. İmam-ı Nesai'de mesela 120 tane hadis var. Sahih Bukhari'de 66 tane, Abu Davud'da 61, Sahih Müslim'de 51, Tirmizi'de 29 hadis var. Avzoi'deki. Bunu bize bir yerden kayıtta ta'kidlememiz tercümalı başta ötken. Bu adam dedi bizge Ebu Necaşi Suheyb Rafi ibn Hadis'nin Mevlası. Ve hem bu adamın kunyasını hem ismini hem bu adamın obraz nesebini bayan qilib kelyapti. Abu Necaşi deb. Bu kishining tarjimalimi boshda o'tmagan buyuklarniki biri. Kunyasi Abu Necaşi ismi Ata ibn Suheyb. O'ziniki nasab kelib chiqishi Ansariylardan. Chunki Rafi ibn Hadis tutishudi. Rafi ibn Hadisning ozodgardisi. Rafi ibn Hadis buyuk Ansari sahobalarniki biri. 121dan 130-yilga atrofida o'lib ketganlik xotirlangan. İmam-ı Nesai İbn Hacer Asqalani rahmetullahi aleyhi bu kishini ishonchlik buyuklarniki biri deb atagan. Chunki bu odam Rabi ibn Hadisga Hadis radhiyallohu anhuga 6 yil hamroh bo'lib ustoz tutgan. Ya'ni sahobalarga ergishib ustoz tutgan. Shunga Rafi ibn Hadis bu kishiniki dangliq ustozi. Bu kishiniki shogirdlaridan masalan İkram ibn Ammar, Yahya ibn Abi Kasir qatorliq shogirdlari bo'lgan. Endi hadis ilmi qo'shgan tuhflar qatorida bu odamniki shu 6 sahifasida Abdullah ibn Sahih Muslimda 5, Sahih Buxoriyda 3, Sunan Nasai'da 2 dona, jami 10 dona hadisi qoldirilgan. Bu odamniki nomidan endi. Endi Rafi ibn Hadisga kelsak, Rafi ibn Hadis ibn Rafi ibn Adi al-Aws al-Ansari şu Ensarilarninki Evs kabilesinden Beni Haris cemaatinden Abu Abdullah deyildi. Anasının ismi Halime binti Mes'ud Beni Beyaz cemaatinden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki huzurga şu Bedir gazasida ilip kelingan. Urush qatnashtirish uchun askarlik qabul qilib. Lekin payg'ambarimiz bu odamni kichik sanab, shu vaqtda kichik bola ekanda, 10 necha yosh atrofida Bedir urushi qatnashtirmay Uhud urushiga bu kishini qatnashtirgan. Xandak va undan boshqa butun urushlarda Janob Rasululloh bilan tang-tang urushga hozir bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishiga men qiyomatda san guvohlik berma degan. Sabab Uhud kuni urushda bu odamga o'q tekkan, yaralangan. Madinadagi o'zining aytdi dangliq mo'tabar sahobalarning biri Madinada makon tutgan. Mushu Uhud urushida tekkan mushu o'qninki yarısı tüpeyledin. Ta uzun mezgil şu yara davamlaşıp gelip Muaviye'nin zamanında şu oknunki dədinin şu yarınınki tüpeyledin şu yarı işip yerilip degендek şu Uhud uruşudaki oknun derdide ölüp ketken bu adam. Namazını Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu düşüyen değildi hem de Mekke'de. Yaqmaya xato bo'lib qopti. Ya'ni Muaviyaning zamonasida, ba'zan Osmon radhiyallohu anhuning zamonasida o'lib ketgan deyildi, lekin to'g'risi Muaviyaning zamoni deyiladi. Chunki Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubayr o'ldirilgandan keyin Makkada
64-yillar atrofida Medinaga kelib, Medinada shu Rafi'ning namozini o'qigan, o'lib ketgan ekan dedi. Shu Rafi o'lib ketib bilan Abdullah ibn Umarmi undan keyin o'lib ketgan. Deb mushuni misol ib turib, demak bu odam shu Muaviyaning zamonida o'lib ketgan degan qarashni kuchlantirgan. Endi bu buyuk sahobini mushunchalik ta'riflasak bo'la. Sahabiyun jalilun uhudiyun. Uhud paras, Uhud qatnashgan ulug' sahoba degan bu buyuk nom yetarli bu odamga. Bu kishi hamda ko'plagan shogirdlarni qoldirgan. Masalan, Ato ibn Suhayb, Abdullah ibn Umar, Hanzala ibn Qays, Mujohid ibn Jabir, Sahib ibn Yazid va kaza. Ato ibn Abi Rabah, hatta Said ibn Musayyab tanliqlardan. Shular mush kishiniki shogird bo'ladi. Ammo hadis ilmi qo'shgan tuhfasi nihoyat zo'r. Chunki bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida nihoyat yosh o'smir bola sahoba uzun umr ko'rgan. Shunlashqa nurg'un tabiinlar bilan uchrashgan. Shu sababdanmikin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nomidagi nurg'un hadislar o'sha odamning nomidan ko'p qoldirilgan. Masalan, İmam Nasai rahmetullohi alayhi 64 tane hadis bayon qilgan. Sahih Muslimda 30 tane hadis bayon qilgan. Sahih Buxoriyda 23, Abu Davudda 22, Tirmizida 17 tane, Muvatta İmam Malikda 3. Demak, bu kishiniki hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga siyosiy harakatlarning hammasiga qatnashgan, 4 xalifalar davridagi, Umayyad sultonlar davridagi butun siyosiy harakatlarga aktiv qatnashgan, futuhat harakatlariga qatnashgan, onundan boshqa ilmiy xizmatlarda bu nurg'un hadislarni o'z shogirdlari bilan o'rtoqlashib qoldirib ketgan. Bu buyuk tayinlik kishiniki biri. Endi mush odam shundoq deydimda. Payg'ambar alayhissalatu vassalam bilan biz shom namozini o'qiydik. Shom namozini o'qigandan keyin biz qaytatdik, yoki bizning birimiz qaytatdi deydi. O qaytib o'zinki o'qining o'rnini ko'ratdi. Shom namozi o'qib o'q otdi, yoki uyga qaytib o'q otdi deydi. Chunki bu mashq qiladigan turli ishlar bor hamda bularniki. Shu o'q otgan yerni ko'ralaydi. Agar qorong'i bo'lib ketgan bo'lsa, albatta buni ko'ranmaydi. Demak, shom namozi Janob Rasululloh bu yerda burun o'qiydi degan bo'ladi bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shomni halil baldur o'qiydiganligini, halil yo'riq o'qiydiganligini bildirdi. Endi 560-numurli hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Muhammad ibn Bashar hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zot dedi bizga Muhammad ibn Ja'far hadis so'zlab bergan dedi. Bu zot dedi bizga Shu'ba Sa'ddan hadis so'zlab bergan. Endi Sa'd Muhammad ibn Amr ibn Hasan ibn Ali'dan hadis so'zlab bergan dedi. Undaqda bu boshqa raviylarning hammasi tarjimali o'tgan yo'q, lekin Muhammad ibn Amr ibn Hasanning tarjimali o'tmagan. Bu kishi undaqda İmam Hasan radhiyallohu anhuning nevrisi bo'ldi. Payg'ambarimizning jamoatidan Abu Abdullah kunyasi bilan mashhur Quraysh qabilasi Hashim jamoatidan. 91-yillari yoki 100-yillar shu atroflarda o'lib ketgan. İmam Zahabiy ibn Hajar Asqaloni rahmatullohi alayhi bu kishini ishonchlik, siqa deb atagan. O'zining ishonchlik ravi ekanligida ulamolar birdak bu kishiga yaxshi baholarni bergan. O'z davridagi dong'liq buyuklardan hadis rivoyat qilgan jumladan o'ziniki hadisning hammasi Zaynab bint Ali, Abdullah ibn Abbos, Jabir ibn Abdullah qatorliq buyuklar. Yani bu odamdagi shogirdlari nihoyat zo'r. Jumladan hozirgi Sa'd ibn Ibrohim deymiz, Abdullah ibn Maymun deymiz, qatorliq kishilar, tabi buyuklar, muhaddislar bu kishining hadis rivoyat qilgan. Bu zotniki hamda onasimi Ramla bint Aqil ibn Abi Talib bo'ladi. Ali ibn Abu Talibniki aksiniki qizi bu kishiniki onasi bo'ladi. Endi bu buyuk zot sallallohu Rasulillah bu payg'ambarimizniki bu buyuk navrisi deydi-da. Hajjaj yetib kelgan dedi. Hajjaj nega Abdullah ibn Zubayrni bir taraf qilib qatl qilib bo'lib Makkada Madinaga yetib inib kelgan dedi. Jabir ibn Abdullahdan biz shu vaqtida so'radik. Bu nima so'rgan degan vaqtida bu Umayyad jamoatidagi bir qism mualliflar namozni kechik turib o'qiydi bular.
Hatta mush Hajjajning namozni kechki turdiganligi haqida bayonlar mavjud masalan. O'zining zolimlik bilan mashhur, hatta mush namozni kechki turadi deyilgan bu odamda. Bevosita mundaq qilsa namozni kechki tursa demaydi-da albatta bu aqllar. Medine kelib shunda Medine cho'ng sahobalar bilan bir o'ltirdi. Shu so'rinimda bir paranglar ham suhbatlar bo'ldi shu atrof o'tirib. Biz Jabir ibn Abdullohdan so'radik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam peshimni hajra, jing tushdi o'qamdi. Əsrni mush quyoshda tik holatda ko'tarilib turayotgan paytda əsrni o'qib bo'lamdi. Sham namozni vajabat dedi. Vajabat degan darhol mushu quyosh patgan zamonlar o'qamdi. Xutban namozni ancha muncha ba'zi baldur ba'zi keyin o'qamdi. Masalan, ularni sahobalar to'plashib bo'lgan bo'lsa, tezroq o'qiydi. Agar ular to'plashmay biroz kechikib qolgan bo'lsa, kechikib turadi. Mushtaq qilamdi. Masalan, bomdodni bir qorong'i vaqtda o'qimdi payg'ambarimizmi, sahobalarmi deb mushtaq so'ragan edik deydi. Bu so'rash orqali hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamninki vaqt bekitmasini Hajjajga ishorat nuqtasini bu yerda tushuntiryapti bu yerda. Demak, bu bizga bu yerda muhim bo'lgan nuqta sham namozini ida vajabat dedi. Quyosh patgan zamonda o'qiydi, kichik demakdi demakchi. Endi Hajjaj to'g'riliq qisqacha tanishib o'tsak, Hajjaj Abu Muhammad Hajjaj ibn Yusuf Saqafi shu Toifdan bo'lar. Toifdagi shu Bani Saqif jamiyatidan qabilasidan. Hijriya 40-yillari 660-yillari milodiy. Shu vaqtda tug'ilib, Hijriya 95-yili 714-yili o'lib ketgan. Umayyalarning nihoyatda kuchli siyosiy qo'mondoni. Toifda tug'ilib, shu yerda o'sib, oxirida Shamga berib, Shamda Abdulmalik ibn Marvonniki valisi bo'lgan. Buyuk soqchisi bo'lgan. Abdulmalik ibn Marvon buningki qattiq qo'l talantini ko'rib, Abdullah ibn Zubayr bilan urush qilishga Hijozga avatgan. Hijozga kelib, shu Ka'bani manchanoq bilan etib, Ka'bani chiqib, Abdullah ibn Zubayrni o'ldirgan bo'ladi. Shuningdek, Abdulmalik ibn Marvon bir mezgil bu Hajjajni Makka va Madina, Toif qatorliq bu Hijoz zeminiga bu kishini vali qilib qo'ygan. Keyin Iroqqa vali qilgan. Chunki Iroqning muqimligi yaxshi bo'lmagan. Bu odam shu Iroqqa birib, Iroqdimi bu inqilobni bu bir taraf qilib, Iroq zaminini Umayyi jamiyatiga qaytadan bu tiklab bergan bu odam. Iroqda o'lib ketgan. O'zinki hamda shu davrdagi qattiq qo'lliqi tufaylidan bo'lsa kerak. Keyingi mezgilda bu odamniki qabrsiga shu suv boshlab o'tib, shu suvda qabrsi yo'qolib ketgan. Ko'plagan tarixchilar bu odamni nihoyat qonxo'r deb ta'riflaydi. Qonxo'r deb ta'riflaydi. Ammo lekin bu odamniki ortiqchiligi bormi deganda ajoyib zo'r ortiqchiligi bor. Ajoyib cho'ng ortiqchiligi bor. Nimishqa degan vaqtida Toifda cho'ng bo'lgan vaqtida Qur'onni nihoyat yaxshi o'rgangan, hadisni yaxshi o'rgangan. Uningsiga katta fasohat ahli. O'z yosh vaqtida dadasi bilan birga shu Toifdagi kichik bolalarga Qur'on dars o'rgatgan. Hadis o'rgatgan. Bu dinda diniy darslarni bergan. O'zining xililam shu bo'lib shu Qur'onni nihoyat hurmatlaydiganligi bilan bak mashhur bu odam. Shunlashqa Qur'oni Karimdagi hozirgi bir qism shu Qur'oni Karimdagi shu zizavar peshchekitlarni qo'ygan odam shu bu. Ayni vaqtida Qur'oni Karimning hozirgidek bunday chekitlari yo'q masalan. Buni ham siyoq bilan qarab o'qilgan gap. Chekitlarni o'sha odam qo'ygan. Bu hozirgadir bu odamniki bu tuhfasi bu. Undan boshqa bizning shu Turkiy musulmonlarniki musulmon bo'lishiga sababchi bo'lgan. Nihoyat ko'p urush qilib, qon to'kilgan bo'lsa-mu shu ayni vaqtlarda. Lekin shu Turkiy musulmonlarniki musulmon bo'lishiga zo'r tuhfalarni qo'shgan. Masalan, Qutaybet ibn Muslim al-Bahilini avatish orqali butun Turkiston diyorlari, O'rta Osiyo, Mavro an-Nahr taraflar mush kishiniki sababi bilan musulmon bo'lgan. Bu odamniki nihoyat zo'r tuhfasi deyishga bo'ladi bu odam. Amlati bu Hajjaj nihoyat kichik bir odam. Belki bunda yo'g'on bir botir bunda odam emas. Ammo ro'y nihoyat kuchli, qalbi kuchli odam bu odam.
Şoňlaşqa kalbyna aýt qattyk bolgaçqa nurgun kan tökülsemi bunuňa parwa kılmadygan. Tiline aýt ötkür. Eň muhimi bek rastçıl. Amma lekin bu adam näetdi? Hasatxor, ökmen diýilgen ondan başga. Özüň düşmenine nisbetden. Ýani bir töhpse şu bütün İslam dünýäsiniň aýna wagtda şu tökülip atgan täpirçilik, tökülip atgan gallaga garta bir bayrak astyga jugulaş üçin Umayyi jemaati ýa-ki Abdülmelik ibn Marwanyň siýasaty astyda bütün İslam dünýäsini birleşdiriş üçin bu adam ajaýyp zor güçgen. Şuningki mevsini kögen. Bütün İslam dünýäsini bu adam birleşdirgen. Şoňlaşqa şu bütün musulmanlarni birleşdiriş üçin bu şu arga ägeşken halatda ahirki wesiýetide bu adam mundak diýen. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh dep bolup şu Velid ibn Abdülmelik'ten başka men padişahy boýsunmaýman. Şu üstüde ölümen, şu üstüde yaşayman, şu üstüde terlimen dep wesiýetim işte kaldygan. Demek bu Abdülmelik ibn Marwandan keyinki Velid ibn Abdülmelik bir halife padişah. Bu adam iman kelimesini aytıp bolgandan keyin özüň şu halife bolgan boýsundaganlygyny, itirapyny şu wesiýet bilen güçlendirgen. Bu şu nime diýen wagtda İslam dünýäsiniň birleşişini bek halagan. Bu adam toğruluk näýetdi nurgun tarihta bir xil tragediýalik, azaplyk geçmişler bolsunmy? Bu adamnyki töhpüsü näýetdi. Zor. Şoňa Hijriýe 95-nji ýyl ölüp ketgen wagtda bu adamdan bir didike çykyp, didikim katta alymkende bu mersiýe okugan bu adam üçin. Ogma. Ala enne mut'imet ta'am depçi. Ayollarni tul kıldygan, yetimlerni yetimlendirdigan, yani başkalarga taam berdigan, Şamahlyň katdysy ölüp ketdi dep bu adam dike ijabilikni we selbilikni näýetdi ýaxşy ifadelep mersiýe okugan. Şoňlaşqa hamda öz devirde şu Umayyi jemaatiga karşyka ölüm alyny, kattylaryny öldürişde bu adam özü halifege boysunuşny ýa-ki itirap kılışny ölüm ýa-ki ölmeslikniki ölçüm kılıp algan. İtirap kıysa ötemge, itirap kılmagan her kandygyny öltäge. Hatta sahabalarymyzyňky zalimligi, katty kullukdan bir kısım sahabalarmy bu adam katty kul tekken, behurmatly kılgan ýerler bar. Demek bu adamnyň taryhda özüň kemçilikimi we ortukçylykmy näýetdi zor baha diýişki bolady hemde. Ondan başka yani bir semerlik ama Hudaga bolgan işençin bek güçlük ya bu adamniki. Ajaýyp zor güçlük. Eýne wagtda mı şu keyinki nurgun hemde bu adam toğrula gepler bolady mesela keýinde. Hatta Hasanul Basri'le näýetdi köp lanetlänen dualar kılgan. Bu adam şu ölüp gitdiği wagtda diýen ki eýne wagtda. Mene hiç adam günahyny magfiret kılmaýdy diýdi. Ameliyatı Allah sen bek magfiret kılgyçysan. Seni magfiret kılmaýdy dedi, lekin sen bek magfiret kılgyçy diýip işte dua kılgan dedi. Bu Hasanul Basri oňlap bu ajaýyp wesiýet kılgan dep Allah'ın ismi bilen bu kişige dua kılıştın, zina dua kılıştın yangan diýildi. Demek bu Hudaga bu işençli näýetdi imany güçlük serih adamlardan biri. Demek şu Medinede kelgen wagtda muşdak bir wakalyk ötgen. Bu hadismi bir ýerde ahyrlaşdy. Endi 561-nji numurlyk hadisde İmam Buhari rahmetullahi aleyh el-Mekki ibn İbrahim hadis sözlep bergen diýdi. Bu kişi diýdi bizge Yazid ibn Abi Ubayd hadis sözlep bergen. Selamedin diýdi. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen şam namazyny okuýdyk diýdi. Kanda wagtda dese quyaş yoşurungan wagtda, hijab astyga kirgen wagtda diýdi. Quyaş hijab astyga kirgende, yoşurungan wagtda diýen boldy bu. Yani quyaş patkanda demekçi. Zeminninki yüzünü yapkanda demekçi bu. Demekçi bu. 562 numaralı hadiste İmam Buhari rahmetullahi aleyh bizge Adem hadis sözlep bergen deydi. Bu Adem deydi bizge Şu'be hadis sözlep bergen. Şu'be deydi bizge Amr ibn Dinar hadis sözlep bergen deydi. Amr ibn Dinar deydi Cabir ibn Zeyd'den anlagandı. Bu kişi Abdullah ibn Abbas'tan bayan kılgan bolup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz okuýdy 7 ve 8
8 juplab degan. 7 degani shom bilan xubdan, 8 degani peshin bilan asr. Shuni juplab o'qiydi degan bo'ladi. Shunga asosan hadisniki 5da Ata ibn Abi Rabah kesal odam namozi jug'lisi bo'ladi dedi-ku. Shom bilan xubdanni peshin bilan asrni. Demak, mushaqqati va ig'ir jafosi va odamlarmi shu jug'lisi bo'ladi degan bo'ladi. Chunki Abdulloh ibn Abbosniki buni bayon qilishniki maqsadi qachoniki musulmonga qiyinchilik tug'ilgan ahvol ostida namozni juplab o'qisa bo'ladi. Bu din bir qulay din deganni bildirmoqchi endi. Abdulloh ibn Abbosning bu bayonni aytilishi. Bugungi darsimiz shularcha bo'lg'ay. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.